Mutegul Nail Fuatulu, Tallıbına Kooperatif Reisi. Bugünkü sekindeyim mene satууга кирдик. Yaxşı gana көрсөткүчтөргө erişip келебиz. Бүтүнөй общийинде Таллыбылак боюнча 750 баш мөгөзөрөтөрлөгөбүз бар. Bundan indi bugünkü sekinde 4 günü çıktı babamız. Şimdi bu opsi 700 ile tohum sıyırlarımız 200 baş indi. Oşatuğa gelgende indi. Bu yılgısı yılda indi. Buna yoğa niga kuşta indi. Biz indi haber mikserga koşup biremiz. Burada da kendine de barsında. Bu manakorma diye atalayın. Şu manakorma diye atat. Sıyırlarga tutamız indi. İslamov Ramil Alimasic, o Hocalı İdaresi Начальнигі. Быйылғы 2021 yıl inde bizning tamamlanıp kele. O'zinchalikli yıl, quriliq yılı deb aytamiz betinde. Lakin şuna da qaramasdan bizning bugungi kunda tirikchilikda показательlarimiz o'zgan yilga bilan qaraganda yuqori. Da bizning endi o'simchilikda ko'rsatkichlarimiz skromniy deb aytamiz. Ammo lakin biz qish shaharliq foraj hazırladik. Kelasi yil uchun semena fondini solib qo'ydik qo'limiz yo'q. Bugün indi mana Tallıbılak xo'jaligida seminar o'tkazdik. Qishlotuv bo'yicha Tallıbılak xo'jaligi bizning aydab boruvchi xo'jaliklarning birisi. Bugungi kunda endi 4 tonna sutga umtilish bilan ish olib borib, bundagi yangi texnologiyalarni, yangiliklarni ko'rsatdik. Rayon bo'yicha endi bugungi kunda 154 tonnadan ortiq sut sog'amiz. Bu ko'lam bo'yicha respublikada 7-chi o'rindamiz. Bir sayirga 18 kilodan ortiq sut sog'amiz. Şolay yo'q. Bugungi seminarda endi biz kelasi yilga o'ңаш negizin sog'lig'ida bo'lgan tüp masalalarni tekshirdik. Bu endi struktura, semena, boshlama oluvlarni, kelajakda endi rastvorni o'zlarini qo'llanuvni kengaytuvni. Barliq avul xo'jaligi xizmatkorlarining kelasi yaqinlashib keluvchi yangi yil bilan tabrik etaman. Barizga da esenlik, sog'lik, salomatlik, shirlamak, bir-birimizni yo'qotmaylik, birdan bo'lib, birga bo'lib, kelajakda da ishlab, yangi ko'rsatkichlarga erishib, kelasi yangi yillarni shunday qarshi olishga Xudo taolo nasib etsin. Endi fermer xo'jaligi Zakirova sahatmi o'zimizning fermer xo'jaligi. Bu yil 21-yil o'ziga ko'ra o'zgarishlar bo'ldi. Shunday bo'lsa da endi yılına alaylık maçlar debate etmem kelmek. Ko'rsatkichlarga kelsak, alayında yıl zarlık tugul. Alay sitte bultara qaray şu o'yinlarda oşo formani jiyu bu yıl asrakına ağır buldu. Şu qırılık bulu sebepli. Ne olay olsa da biz jiyaldık. Allah'a şükür jiydik. Bu indi satıp aldık köbesini hazır. Kurajlarını konsentratları satıp aldık, kukuruzları satıp aldık, rıjmık satıp aldık. Şuna şu hesapka sip tura. Bu yıl beyesi de şuna evet. 30 tane hatlı kütlerle hazır beyesin. Etire gerek. Anı hatlık indi o kadar nık zararlandık tügül. No, şulay olsa da kilesi yıllar yakşı kesin edindi. Yongırlı, ekmekli, eginli yıllar kesin edindi. Avul xo'jaliginin amin bütün şu bizning işimiz bütün 80-90% bilen bilingen klimatka. Şuna yaxşı yıllar kesin. Şu